ichim qotib qolyapti, nima uchun meni doimiy ravishda ichim kelmaydi degan insonlar uchun ajoyib bir taklif bor. Bilasizmi, ichaklarda kremniy yoki o'sha bizda kerak bo'lgan probiotiklar yetishmasligi oqibatida ichakdagi peristaltika yo'qolishi oqibatida bularni axlatni surib chiqarish yo'qoladi. Albatta bunga kremniy moddasining yo'qligi sabab bo'lar ekan, o'rtoqlar. Buni olimlar aniqlab turib, mana bunday mahsulot yaratdi. Bu mahsulot o'sha ichakdagi kremniy moddasining yetarli bo'lishini ta'minot qiladi va natijada 3 kunda, 1 haftada ham kelmaydigan, doimiy dufalak ichib yuradigan yoki pikalaks ichib yuradigan insonlarga mana bu yechim bo'la oladi. Azizlar, albatta buni programma bilan ichish kerak. Buni programmani dasturini tuzib beruvchi mutaxassislarimiz mavjud. Siz kommentariyaga bu kremniyni ichish uchun albatta menda ham ich qotadi yoki qabziyat deb yozadigan bo'lsangiz, albatta sizlarga yechim bera olamiz. Ichagingizdagi muammo qabziyatdan qutulaman desangiz, albatta mana shu mahsulotdan foydalaning.